Homiladorlik paytida nimalarni qilish mumkin emas? Bu yerda albatta homiladorlikni kuzatayotgan shifokor bilan maslahatlashish kerak. Chunki har bir holat alohida va hayot tarzi, sog'ligiga qarab taqiqlar ro'yxati kengayishi yoki qisqarishi mumkin. Lekin hamma uchun taqiqlangan narsalar ham bor. Zarari bor moddalar, maishiy kimyoviy vositalar, masalan, devor bo'yoqlari, oboy uchun ilm kabi narsalarni nafas orqali qabul qilish mumkin emas. Demak, homiladorlik paytida ta'mirlash ishlari eng yaxshi g'oya emas. Havoda zaharli uchuvchi moddalar bo'lgan ishlab chiqarish korxonalarida ishlash mumkin emas. Masalan, kitob chop etiladigan bosmaxona. Yon bo'ylab sayr qilish yoki tirbandlikda mashinada ketayotgan bo'lsangiz, avtomobilingizda ichki havo aylanishini yoqing. Press mashqlari yoki qorin bo'shligida bosimni oshiradigan mashqlarni bajarish mumkin emas. O'tirib turish, ayniqsa ogirlik bilan mumkin emas. Homiladorlikda allaqachon tos sohasiga doimiy bosim bo'ladi va o'tirib turish mashqlari vaziyatni yanada ogirlashtiradi. Yugurish, sakrash kabi mashqlarni bajarish mumkin emas. Har qanday tatuirovka yoki permanent makiyajni emizish tugaguniga qadar qoldirgan ma'qul. Shuningdek, xom yoki yetarlicha pishmagan go'sht yoki baliqni iste'mol qilish mumkin emas. Siz shifokorning ruxsatisiz biron bir maxsus parhezga o'tmasligingiz kerak. Uy hayvonlarining orqasidan tozalash ishini oilaning boshqa a'zosiga topshirgan ma'qul, chunki toksoplazma bilan zararlanish xavfi bor. Har qanday dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarni faqat shifokor ruxsatidan so'ng qabul qilish kerak. Bu cheklovlarning barchasi bekorga oylab topilmagan. Ularni buzish farzandingiz salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.